Assalomu alaykum. Fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkasaroy tumanlararo sudida zapravkalarda naqd pul to'lovi qabul qilinmasligi bo'yicha Rasul Kushurbayevga oid navbatdagi sud majlisi bo'lib o'tdi. Assalomu alaykum, hurmatli protsess ishtirokchilari. Bugungi sud majlisida javobgar Kushurbayev Rasul Kushurbayevich hamda javobgar Western Group Limited rahbari Abdulloh Bezikmarat Nazir kelganda protsessni boshlaymiz. Sud majlisi o'zgarmagan tarkibda davom etadi. Qisqacha tushuntirib bersangiz, da'voringizni qo'llab-quvvatlaysizmi? Da'voringizni qo'llab-quvvatlayman. Demak, qisqacha mazmuni haqida aytib o'tadigan bo'lsam, joriy yil 9-may sanasi kechki soat 22:30 atrofida Toshkent shahridagi Shotar Ustayev ko'chasida joylashgan Mis nomli avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasiga kirganimda 10 litr yoqilg'i oldim. Shu payt to'lovni onlayn yoki plastik karta orqali to'lash mendan so'rashdi. Men o'z o'rnida bunaqa imkoniyatim yo'qligi, men naqd pulda to'lamoqchiligimni aytib, naqd pul taqdim qilganimda ular tomonidan rad qilindi, naqd pul ololmaymiz deyildi. Bunga asos qilib prezident farmonini keltirishdi. Men o'z o'rnida o'sha konstitutsiya va amaldagi mavjud qonunlarga asosan naqd pul to'lov huquqim borligini bildirib, mendan naqd pul olishni so'radim. Ular rad qildi. Orada shunaqa munozara bo'lgandan keyin holatga oydinlik kiritish bo'yicha ichki ishlar xodimlarini chaqirdik. Men murojaat qildim. Ichki ishlar xodimlari kelib holatni qayd qilib ketishdi va olgan tushuntirish xatlarining natijasi bo'yicha menga javob xati berishdiki, mazkur masalada fuqarolik sudiga murojaat qiling, bu yerda jinoyat tarkibi yo'q degan. Shu asosda keyinchalik fuqarolik sudiga mana Yakkasaroy tumanlariga murojaat qildim. Demak, qisqacha bo'lgan holat shu. Ya'ni so'rayotganim, meni fuqaro sifatida naqd pul to'lash huquqim tiklanishini xohlayman va mendan naqd pul olishlarini xohlayman. Bu qanchalik boshqa normativ hujjatlarda cheklangan bo'lishidan qat'iy nazar, konstitutsiya va qonun yuqori turuvchi shu hujjatlar buni kafolatlagan. Men shu kafolat ishlashini xohlayman.